Əmdi başqa bir ayət kərimə diqqətimizni berəyli. Hər nərsini qorşuğucu bolğan qiyamətnin xəbəri sana kəldimi? Bu gündə nurgun adamlar xar bolğucudur. Ular dünyada günah qılğuculardır, ahirətdə cəfa tartquculardır. Ular hararəti qatlıq dozaqqa kiridu. Suları qaynab turğan bulaqdan suğuruludu. Ular üçün zəridin, yani bədboy açıq tikəndin başqa yeməklik bolmaydı. Zəri kişini səmir etməydi, açlıqını pəs etməydi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem otu haqqında şundaq degan. Cehennem otu 1000 yil yıqıldı. Şunun bilan qip-qizil holatga keldi. Ondan yana 1000 yil yıqıldı. Oq rangi aylandi. Ondan yana 1000 yil yıqıldı. Endi u qap-qara ve qarang'udur. Cehennem otu qari mayga o'xshash qara, kechiga o'xshash qarang'udur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselamdan cehennem otunun qandaqligini o'ziga ta'riflab berishni so'radi. U bo'lsa, uni shundaq ta'rifladi. Allah Taala'nın buyruğu bilen cehennem oti 1000 yil köydürülüp qip-qizil holatga kelgan. Yana 1000 yil köydürülüp sap-seriq holatga keltirilgan. Yana 1000 yil köydürülüp qap-qara holatga keltirilgan. Bunun bilen u hozir nursiz qap-qara, nihoyatda qiziq ve dehşetli köydürgüçü bir ottur. Onun içinde köygen bir insan yer yüzüdekilerge körüstülgen bolsa idi, ularının hemmesi onun ses purqidin ve korkunçluk manzarasidan huşidin ketip ölgen bolatdi. Emdi Hazreti Ebu Derda radiyallahu anhudan rivayet kılıngan uzun bir hadis şerifni naql qilamiz. Bu hadislerinin yerimi ayet kerimlerini öz içine algan. Cehennem ahliga açlık musallat qilinidu. Bu ular ichida turayotgan azobga o'xshash darajaga berib qoladi. Ochliqqa chidamay yordam talab qilishidi. Ularga uzuqluq bo'lmaydigan ve açlıkni basmaydigan tikanlik bir xil o'simlik beriladi. Ular qayta yemeklik talab qilishidi. Bu qatim ularning gelig'i turib qoladigan bir xil yemeklik beriladi ve u ularning gallarida tiqilib qilib na oldiga na keyniga mangmay turib oladi. Ular dunyodagi vaqtlarida bu xil ahvollarda su yoki boshqa ichimlik bilan turib qolgan yemekliklarni mang'uzganligini eslashidi ve ichimlik talab qilishidi. Ularga o'ttin bo'lgan qachilarda qaynoq suv beriladi. Bu qachilar yuzlariga yaqinlashgan hamon yuzlarini köydürüp kömeç qilib etidi. Su qo'rsaqlariga kirishi bilan iç bag'rilarini pari qilib etidi. Ular cehennemning qaravullarini chaqirayli, balki azobimizni bir az yeniklatar deyishidi ve ularni chaqirdi. Farishtalar ularga sizlarga payg'ambaringlar bu ahvollarni oshkorlaydigan xabarlarni elib kelmaganmi deydi. Ular ha elib kelgan edi, ammo anglamadik deyishidi. Bunun bilan cehennem qaravullari sizlar talab qilib turaveringlar,
Ammo bu yerda kofirlarning talablarining qimmati yo'q deydi. Jahannam ahli qorovullardan umid uzib, jahannam qorovullarining boshlig'i bo'lgan Malikni chaqirayli deydi. Malik kelganda, "Ey Malik, aytqin, Rabbing bizni o'limga hukm qilsin" deyishidi. Malik ularga, "Yo'q, sizlar bu yerda mangu qolasizlar" deb javob berdi. Hadisning rivoyat qiluvchilaridan A'mash rahimahulloh deydi-ki, "Menga bildirildiki, jahannam ahlining Malikga yolvurishi bilan Malikning ularga javob berishi orasida 1000 yillik vaqt o'tdi." Jahannam ahli bu qitim o'zaro Rabbinglarga duo qilinglar. Sizlar uchun uningdan yaxshiroq hech kim yo'q deydi va shundoq yolvurdi. Ey Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz, bizni do'zaxdan chiqargin. Agar biz yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Allah aytdi: "Jahannamda xor holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zini davom qilib shundoq dedi: "Bu javob bilan jahannam ahli har turlik yaxshiliklardan umidini uzdi. Varqirab yig'lashqa, nadomat qilishqa, o'zlarini urib yoqi yirtishga boshlaydi." Shundoq ey nafsim, gunohkorlar kiradigan o'tning haqiqiy mohiyatini bir oz bo'lsa-mu angladim. Ular yeydigan tikanlik o'simlikni va gollarda turib qoladigan va hech qanday qilibmi yutilmaydigan o'simlikni bilding. Ular ichadigan qaynoq suvdan xabar topding. Jahannamdan qutulish uchun jahannam farishtalariga va Janobi Allohga qanday yolvurganligini anglading. Rabbimizning ularga "Mening bilan qayt so'zlashmanglar" degan xitobini anglading. Ey nafsim, bularning hammasini anglagandan keyin yana gunoh qilishni davomlashtiramsan. Yanada isyonkorlikda turamsan. Yuqorida anglagan azoblarga chidiy olamsan. Bu azoblarni anglashqimi chidiy olmayotsan. Qandaqmi azobning o'ziga bardoshlik bera olaysan? Bugun beshingga o'lim kelsa, qanchalik pushaymon qiladiganligingni tasavvur qila olamsan? Sen anglagan bu xabarlar haqdir va haqiqatdir. Allohning va'dasi haqdir. Jahannam haqdir. Azob haqdir. Ko'ydirguchi o't haqdir. Kelgin, tövbe qilgin, ko'z yeshi to'kkin, apu tiligin va qayta gunoh qilmaslikka va'da bergin. Rabbimiz mag'firat qilg'uchidir va karam egasidir. Gunohlarimizni kechirib, solih bandalari qatoriga kirgizadi.